Tayyor bo'lgandan keyin modelni ham ko'rsatamiz. Turk GDS bilan taxminan 1 daqiqa davom etgan 3D skanerimizdagi syomkani kompyuterga tashladik. Обработка qildik. Hozir sizlarga ko'rsatamiz. Xo'p, mana ko'rib turishingiz mumkin. 3D modelni yaratgan domni. Xo'p. FTD Dynamics ofitsialniy, ya'ni litsenzioniy programmasida, ya'ni FTD Triumph model programmasida qilingan bu model. Xo'p, ranglari, kачествоsi, hamma narsasi joyida. Xo'p, bu modelimiz hozir point cloud holatida turibdi, ya'ni qo'ygan nuqtalar faqat nuqtalar bilan bizga ko'rinib turibdi. Buni 3D model qilish mumkinmi degan savol tug'iladigan bo'lsa, ha, bo'ladi. Buni nuqtalarni 3D modelga aylantirsa bo'ladi va qolgan programmalar, ya'ni AutoCAD, 3D, 3D Max shunga o'xshagan programmalarga integratsiya qilib, обработка jarayonini davom ettirsa bo'ladi, ya'ni boshqa programmaga tashlab turib. Xo'p, 3D modelini ko'rsataman hozir. Xo'p, bu yerdan nuqtalarni o'chirib 3D modelga o'tkazamiz mana. Xo'p, hozir nuqtalardan yuzaga aylandi. Hozir nuqtada bular yuzaga aylandi, ya'ni real 3D modelga aylandi. Xo'p, 3D skanerimiz soniyasiga 200 mingta tochka qo'yadi va shu tochkalar yordamida 3D model yaratadi va ularning koordinatalarini olishga yordam beradi. Xo'p, shunaqa 3D skaner kimga qiziq bo'lsa, instrumentga murojaat qiling va yana qaysi binoni yoki qanaqa mashhur obyektni 3D modelini yaratishimizni xohlaysiz, shuni kommentariyaga yozib keting.